Assalomu alaykum hammaga. Charchamasizlarmi? Hyundai Starex mashinasini bitta kuni ulashni boshladik. Torpedani ichidan shuncha gap olib chiqib, hammasini bitta-bitta ulab chiqamiz. Motor 308 объемlik motor, Genesis'ga. Motordagi jamiki dachi ulab ishlatib qo'yamiz. Tablosi ham mo'shin ishlaydi. Kompyuterlari. Xo'p, radiatorga ikkitadan parrak qo'yilgan. Katta motori sayutishga katta parrak kerak bo'ladi. Ikkitasi xudo xolsa chiroyli qilib sayutib beradi. Buni korobkasi avtomat korobka bo'ladi. Xudo xolsa отказ qilmay ishxonada ishlarimiz davom etmoqda. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqarsizlar, xudo xolsa ishlari chiroyli qilib bitiraveramiz. Aloqadamiz.